temir o'pka, insonni nafas oldiradigan temir qafas. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir odam 70 yil davomida temir kapsula ichida yashasa, qanday yashardi? Internetda Paul Aleksanderni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. U bolaligidan poliomiyelit kasalligiga chalingan va butun hayotini temir o'pka deb ataluvchi qurilma ichida o'tkazgan. Ammo Paul bu qurilmani ishlatgan yagona inson emas. Bu temir o'pka nomli ajoyib moslama o'z vaqtida minglab bemorlarning hayotini saqlab qolgan. Ayniqsa, nafas olish mushaklari falaj bo'lganlar uchun. Bu qanday ishlaydi deysizmi? Bemor boshi tashqarida qolgan holda katta temir silindr ichiga yotqiziladi. So'ngra piston yordamida silindr ichidagi havoning bosimi pasaytirilib, ko'paytiriladi. Bu jarayon bemorning ko'kragini kengaytiradi va toraytiradi. Xuddi inson tabiiy nafas olayotgandek. Oddiy mexanizm, ammo hayotni saqlab qoladigan mo'jiza. Endi savol, siz hayotingizni katta qismini shunday kapsula ichida o'tkazishga majbur bo'lsangiz, yashashga bo'lgan ishtiyoqingizni saqlab qola olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.